Zo'r komediya filmi Oypoganning kuyovg'ul tanlashi. Kızım, gün kelgen heliqi, deyxan bola ko'p qoldi ekan-to'q. Bizning shartlarimizga tushgan. Biroq boq jinim bola. Sizni bek shiraqga yotliq qilg'imiz yo'q. Yenimizdan to's ekan deydi ekanmiz. U bola dadimizga tozi yorgan, qo'polligini yasab qolmagandi. Apa, to'y ishida-chu, men sizlarning gapinglarni anglayman. Sizlar menga yaxshi olsin deysizlar-ku. Oy, og'zingizga navat chiroyli qizim. Umaqqina oltinimning. Shu. Mush dadingiz bilan men sizning beshingizni o'ngshib olgan bo'lsak, qilib xotirjam bo'lardik-da, ha? Apa. Bugun yana birisi kelmoqchi. Oy. Bola, sizning o'g'il saboqdoshlarimiz nimandaqchi? Oy, sizlarning sinfda sizdan boshqaning hammasi o'g'il olamidi. Bo'pti. Bugungi nima ish qildik-a? Bu bolachu qarang. Alim, injener, doktor, ashti, professor. Oy, men olim deganni bildim. Unchola chiqboli kelsa, men qaysini to'nib bo'laman? Bo'ldi apa, kelganini ko'raman. Lekin apa, siz silliqroq muomala qilib qo'ysangiz bo'pti ekan. Oy, ma'qul qizim, men silliq muomala qilay. Dadisi? Hey! Şurada keldimi? Voycan, sizin tirishib, bugun ish qilayotgan o'xshaydi, deb qopti menda. Uxlab qolganmidingiz? Paylasopkamchi kagil turibdi. Feyzullah'ım ne iş kılken? Paylasopkamning nima ish qilganini-chi, o'zidan so'rang, ma'qulmi? Hapsi. Nasijoy. Aşı deyxan bo'ladi. Bo'lmagan ishni davermay, bo'lganning g'amini qiling, ha? Oy, keldi apa, men bir ishim bitti. Ishni ichimi? Kerak o'tirma. Kirsem qandaq bo'lar, kirmsam qandaq bo'lar. Qo'y. Qani. Salom, hey insonlar. Yaxshimisizlar? İnsan dada, insan afa. Yaxshimisiz? İnsan oğlum, qani o'ltirun. Hey. Çay qo'ying, ha? İnsan o'g'limizga. To'xta. Men o'zimninkini eshitdim. Buni Anda men navbat olay. O'zimninkini sol. Bu hayotda men o'z xosligim bilan yashab kelgan insonman. Xoslikni a'lo bilaman. Turmushimdagi har bir narsalar menga xos, menga emas. Men boshqalarnikini ishlatmayman, o'zimninkini boshqalarga ham baharlamayman. Xoslik aka. Shunda olganda sizmi qizimizning saboqdoshi ekansiz-da? Biz bilimdosh, xoslikdosh. İsminiz nima sizdan? Mening ismim ismimning xosligi bormikan? Barkan. Rostlam, xop xos o'zingizdek. To'g'ri. Men hayotimda ismimni tunji qatim to'g'ri chaqirgan insonni ko'rdim. To'g'ri. To'g'ri keldingiz? Men avval
neymiş qildig'inimni deb o'tay. Menni filosofxona açıp. Anlap bakmağına dükkanken bu. Buni oddiy inson bo'lmishlar tushunmaydi. Men inson tarbiyalayman, olim tarbiyalayman, doktor tarbiyalayman. O'qituvchi ekansiz-da? Ha, oddiy inson tilida mushundaq desakmi bo'ladi. Yaxshi ekan. Bo'ladi. O'qituvchilar degan inson injeneri. Hürmetli insanda da injener degan gapni to'g'ri ishlatdingiz. Lekin bu gap menga mos keldi. Qurilishda ishlayotganlarni injener desak bo'ladi. Lekin bizni insonning magistri deymiz. Magistridan. Magistr. Bo'ladi ekan. Mana qilaylik. Biz maqsadimizga kelsak, biz bayda tanıştık. Şuna ortak maqsadimiz yo'q. Maqsadim da. Baba nimanda qildi? Kapıma o'tan doktorlar. Magistr tuyuqsiz osmondan tushgandek bu o'yga paydo bo'lib qoldingiz. Bu kim sababdanki? Tuyuqsiz. Bu kainotda tuyuqsizliklar degan hayt ko'p. Masalan, alaylik. Tuyuqsiz uxlab qilish. Tuyuqsiz cho'chib ketish. Tuyuqsiz qaqaqlab kulib ketish. Tuyuqsiz menib ketish. Tuyuqsiz o'rnidan turib ketish. To'g'ri. Tuyuqsiz o'rnidan turib ketish. Mana mushuning hammasi tuyuqsizliklar. Endi mening bu g'erib kulbarlarga qilishimdagi sabab men chuplashmoqchi. Oddiy inson tilida desak, men ko'paymoqchi. Nima deyapman? Men to'qay. İnsanlar törülüşüdün, men to'qirdan sen kichik. Tadrijiy taraqqiyot jarayonida. Ondan odam bara. Bo'ldi. Men sizga qo'yib bersam, buni pashchikligicha, chamto'zanligicha tushundirga o'xshaysiz. Maqsadimga kelib, men bir savolimni so'ray. Siz qo'y so'ya olasiz? Nima? Qo'y. Qo'y so'ya olasiz, qo'y dedi. İnsanda da. Sizin ko'zingizga men yovvoyi odamlardek ko'rinyapman. Sizga bunday yerga so'raysiz. Siz avvalmandan go'sht yemsiz deb. Bo'ldi. Shu so'yanmaysiz, shundami? Ana o'zi ikkinchi savol. O'tni yaralabsiz. İnsanda da. Siz nemishqa mendan fichoq foltiningli gaplarni so'raysiz. Siz nemishqa mendan hayot degan nima? Muhabbatga ta'lim beralamsiz. İnsonchilik degan o'zi nima? Hey balam. İnsan balam. Sizin qandaq savol so'rasa bo'ladi? Siz o'g'il bo'lgandan keyin o'g'illardek jushqun, shijoatli, emgakchan bo'lishingiz kerak-da. O'g'illar mushundaq savol so'raydi-ku. Ha bo'pti. O'ttinnimi yaranman. Qo'yniga faqat so'yanman. Hech bo'lmaganda bir xalt un bilan bir ton yog'ni ko'tarib akiralaydigansiz. To'xtang. Qil qopdi men unutib qolgani. Mayli men qaysi zaman, qaysi makonda bo'lay. Dal mushu daqiqada har kuni sog'lomligim uchun bir taldan arxon ichib ko'rganman.
sizlarga tavsiya qilaman. Öz gapimizga kelaylik. İnsan baba. Nayt yo'qlar gaplarni qilmas. Men mushu martavam bilan un ko'tarib yursam, fuqaroviy insonlar meni nima deb qoladi? Mana yenimda o'tirgan bu qiz mendan sal kuchliroq. Mush qiz qilmadi. Manda ishvadan, yazı işler bo'lib turdi ekan. Endi men mushu kelgusimiz uchun go'zal finallarni tuzadigan ishlarga mas'ul bo'laman. O'z zimmamga olaman. Bunda ushaq-tushaq, eliq tavoq etadigan, sayko'kdan akirdigan, o'ti yaramdi, afkash ko'chiramdi, bunda suv puli, gaz puli xarjlaydigan, jismoniy emgak ketadigan bundaq ishlarni mana mush qiz. Sizcha uyingizga chakar qilmoqchi ekansizda qizimni. Xato kelib qapsiz, inson ma'qul uchun xizmatkor tunishtirmaydi. Hay. Apse anladım. Ma balığımı asan emas. Neç yıl o'qib, nima shokda? Asmadan tushgan paraşüt. Paraşüt emas, filosof. Başta filosof. Ya, bu baklava kızımız kichik gap qildi. Shuning uchun qarasiz, o'zingizga o'xshash, mashina ixtisosli, bilimlik, olim, magistr, doktor açtı. Aslında başkalılar bilen çok işim. Kim bilir o? Balanız tuğuluşu özünüzge okşaşmışlar. Filosof. Bana insanda da. Siz hayatınızda tuncu qitim doğru gap qilganingizni bilamsiz. Siz bilmadingiz, mana men bildim. Keng kainatni quchqaga o'zimni atay, shu yerdan jiptimni topay. Shunda qilib. Xayr xo'sh, insanda da, inson apa. Erişilmagan qiz, menga erişilmagan betalay qiz. Men yılda bir bo'ladigan ixtisos egasi. Hayat mana mushunday bo'ladi ekan. Yaxshi narsadan o'zingni olab, hozirlansanlar bo'lmaydi. Boshqalarning hozirlanish erkinligi bor albatta. Masalan, mendan To'g'ri, hozirlansin. Hatta sizin bütün a'zolarınızı tadqiq qilsin. Bir dal so'zingizni, bir dal chechingizni. Mushularning hammasi naqadar ulug'. kechikdingiz, endi o'lganmidingiz. Xayr xo'sh, insonlar. Xayr xo'sh, Belki umurtqa taqsi pul deb chiqish, uning boshqa so'nggi o'silish alomatlari bor ekan. Buning safrasi qat'iy bo'lmaydi, bo'lmasa parallesh bo'lib ketishimiz. Dediniz, paralleşli odamsın. Bu avoyliqi men bulaqmish degan gapmi? Shunda tushunsak iyi bo'ladi. Lekin bunga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Rast. Oy balam. Hay, menimcha erkekler doktorxonaga bir tekshirib qilmoqchimi? Jugan basak bo'ladi bo'lmasa. Hozir Xata. Tutdin xata. Bu doktorxona degan kasal davolaydigan ya emas. nima? Emas. Bu doktorxona kasal davolaydigan ya emas deysiz-ku. Bu emisi nima ish qilgan ya? Bundan tushundiraymi?